Demak, bu savolda biz berilgan f(x) funksiyaning qiymatlar sohasi -2/5, aniqlanish sohasi -3/1 dan iborat deyilyapti. Demak, A savolda ifoda, ya'ni y barobar ildiz ostida 5 ta f(x) plus 11 plus 2 ning qiymatlar sohasini toping deyapti. Demak, biz birinchi holatda nima qilamiz? f(x) ning o'rniga -2 qo'yamiz. Shunda y 1 chiqadi. Teng ildiz ostida 2 ko'paytirayotgan bo'lsak -10 plus 11 plus 2. Demak, yechim 3 ga teng. Keyingisida f(x) ning o'rniga 5 qo'yamiz. Shunda y 2 teng bo'ladi. Ildiz ostida demak 5 qo'yayotgan bo'lsak 25 plusdan 11 plus 2. Demak, bu 8 ga teng bo'ladi. Demak, qiymatlar sohasi 3 dan 8 gacha bo'ladi. 3 dan 8 gacha. Bu A savolining javobi. Demak, B savoliga to'xtalayotgan bo'lsak, demak, B savolida biz nima qilamiz? Demak, B savolida y barobar f(2x - 5 ning aniqlanish sohasini toping deyapti. Lekin boshda aytilyapti bizda y barobar f(x) funksiyaning aniqlanish sohasi -3/1 da deyapti. f(x) bo'lganda, demak 2x - 5 bo'lganda nima qilamiz desa, -3 dan katta yoki teng 2x - 5 kichik yoki teng 1 deymiz. 5 ni 2 tomon o'tkazayotgan bo'lsak, 2 dan katta yoki teng 2x, kichik yoki teng 6 bo'ladi. 2 ga bo'layotgan bo'lsak, 1 dan katta yoki teng x bo'ladi, kichik yoki teng 3 dan bo'ladi. Demak, bu yerdagi y barobar f(2x - 5) funksiyaning qiymatlar aniqlanish sohasi 1/3 bo'ladi. Demak, bu yerdagi butun sonlar yig'indisi so'ralayotgan bo'lsa, 1 plusdan 2 plusdan 3, ya'ni 6 ga teng bo'ladi. A savolda ozroq savoliga javobi qolib ketibdi. Funksiyaning qiymatlar sohasidagi ishlar barcha butun sonlar yig'indisini toping degan bo'lsa, 3 plusdan 4 plusdan 5 plusdan 6 plusdan 7 plusdan 8, ya'ni 11 33 ga teng bo'lar ekan.